BYD muammosi o'rtoqlar, xabaringlar bor. Lamborghini Urus quvvatudi anchadan beri mashina bitayotgani yo'q. Sababi ustalar etishgan labizligida turishmayapti. Dekabrda qilib beramiz deyishdi, qilib berishgani yo'q. Yanvar 20-da javob deyishdi, qilib berishgani yo'q. 8-fevral deyishdi, mayli xo'p unga ham dedim, qilib berishgani yo'q. Men ularga 20-yanvar deb srok berishganda aytgan edim. Agar akalar bitmasa, men mashinani evakuatorda boshqa ustaga olib ketaman deb ogohlantirgan edim. Shunda ham mayli deb men ularga 2 marta srok berdim. No hali ham mashina 7-da kelganimda qanaqa turgan bo'lsa, hozir ham xuddi shunaqa turibdi. O'zi bu gaplarni Instagramga chiqib men gapirmoqchi emas edim. Mayli kech bo'lsa ham, shuncha mehnat qilishdi deb indamadim. Prosta odamni mamitiga emas, mamitiga keldi-da. 6 oydan oshib ketdi mashina. Menga 2 oy deyishgan. Men mana shu narsani Instagramga aytganim yo'q edi. Men indayotganim yo'q. Ani chiqib shantaj qilyapti bu bola demanglar menga. Men shuncha sabr qildim. Prosta sabr to'larkan. Bugun mana oxirgi kun ekan, mashinani olib chiqib ketamiz hozir. Evakuatorimiz keldi o'rtoqlar. Xudo xolasa boshqa yoqda ideal qilib bitiramiz. Okay, to'xtab turing. Menga kapotni keyin yetib qoldingiz, okay? O'shaning uchun ideal holatda figura berib, boshqacha. Menga siz aytmadingiz-ku, kapot ko'p vaqt olib deganingizda. Ha, onasini endi. Shu kapotni o'ziga ham 10 kun vaqtim ketyapti men. Bo'lsa aka, zo'r chiqsin, hammasini figurni qilib, ichiga suv o'tmaydigan qilib, boshqa ustini уже tayyor turibdi. Shunda olib boraman. Shuni yig'ib berishsa bo'ldi menga. 24 soat mana mana shu ishxona nechida kelsangiz ham men shokdaman aka. O'chirma videoni. Qo'yib yuboramanmi? Xudoga mana menga 7 kun muhlat bering. Agar 7 kunda mana shu mashinani men bitkazib bermasam, mana shu BMWni sizga o'tkazib beraman. Men mashina bizga o'tadi agar 7 kunda. Aforim qilib beraman. Bugun 9mi? Oddiy kuni. 16-da agar BYD bitmasa, menga mana mashina o'tadi, mashinamni olib chiqib ketaman. To'ppa-to'g'ri. Bo'ldi. Beshoga. Agar to'g'risi siqirt odam bo'lganimda, okay, shuncha mehnatingizga ko'z yumardim-da, olib ketardim. O'g'il bola gap, mashina zo'r chiqyapti. Men banfiri bormi, ideal chiqyapti. O'shaning uchun o'zim qosim mayli deyapman. Okay, rostdan sizga yetilmagan qo'shimcha narsalar qolman. Uni bitgandan keyin xalqqa xudo xolisa chiroyli qilib ko'rsatamiz. Men videoni qo'yaman, xafa bo'lmaysiz. Bo'ldi aka, men roziman.